Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Garvard Akademiyada Tohirbek Mamatqulov. Bugun kimyo darsini noldan o'rganishni ikkinchi mavzusi, ya'ni ikkinchi darsimiz bilan tanishamiz. Ya'ni bugungi mavzumiz allotropiya. Allotropiya mavzusi bilan tanishadigan bo'lsak, hurmatli o'quvchilar, allotropiya bu bir element atomlarini turli xil oddiy modda tarzida uchrashi. Ya'ni qaytaraman, allotropiya hodisasining ta'rifi bir element atomlarini turli xil oddiy modda tarzida uchrashi. Demak, allotropik ko'rinishlarning barchalari bizda oddiy modda hisoblanadi. Qaytaraman, allotropiya hodisasini barcha ko'rinishlari bizda oddiy modda hisoblanadi. Demak, birinchi allotropik ko'rinishga ega bo'lgan elementimiz bu uglerod hisoblanadi. Qaytaraman, birinchi allotropik ko'rinishga ega bo'lgan elementimiz bu uglerod hisoblanadi. Uglerodning quyidagi allotropik ko'rinishlari mavjud. Ya'ni birinchisi olmos, ikkinchisi grafit, uchinchisi ko'mir, to'rtinchisi fluorin, beshinchisi karbid. Qaytaraman, birinchi allotropik ko'rinishga ega bo'lgan elementimiz bu uglerod hisoblanadi. Uglerodning quyidagi allotropik ko'rinishlari mavjud. Birinchisi olmos, ikkinchisi grafit, uchinchisi ko'mir, to'rtinchisi fluorin hamda beshinchisi karbid. Endi bular umumiy holatda, ya'ni oddiy moddami, murakkab moddami degan savolga javobimiz barchalari oddiy modda hisoblanadi. Chunki biz yuqorida aytib o'tilgan ta'rifda ham oddiy modda tarzida uchrashiga aytiladi deb belgilab ketdik. Qaytaraman, birinchi allotropik ko'rinishga ega bo'lgan elementimiz bu uglerod hisoblanadi, hurmatli o'quvchilar. Uglerodning quyidagi allotropik shakllari mavjud. Birinchisi olmos, ikkinchisi grafit, uchinchisi ko'mir, to'rtinchisi fluorin, beshinchisi karbid. Demak, hurmatli o'quvchilar, ikkinchi allotropik ko'rinishga ega bo'lgan elementimiz bu oltin gurgut hisoblanadi. Qaytaraman, ikkinchi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz bu oltin gurgut hisoblanadi. Oltin gurgutning quyidagi allotropik ko'rinishlari mavjud. Birinchisi rombik, ikkinchisi plastik, uchinchisi monoklinik oltin gurgutlarga bo'linadi. Demak, qaytaramiz. Xo'p, ikkinchi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz bu oltin gurgut hisoblanadi ekan. Oltin gurgutning quyidagi 3 ta allotropik ko'rinishlari mavjud. Birinchisi rombik, ikkinchisi plastik, uchinchisi monoklinik. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, shu uchala allotropik shakl o'zgarishi ham bizda oddiy modda hisoblanadi. Testlarda kelib qolsa, oddiy modda tarzida uchraydi, ya'ni oddiy moddaga misol qilib olamiz, hurmatli o'quvchilar. O'quvchilar, keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz bu kislorod hisoblanadi. Qaytaraman, keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz bu kislorod hisoblanadi. Hamda kislorodimiz ikki xil allotropik shakl o'zgarishiga ega. Ya'ni birinchisi molekulyar kislorod, ya'ni formulasi O2 holida yoziladi. Keyingi, ya'ni ikkinchi allotropik ko'rinishimiz ozon O3 holida yoziladi. Qaytaraman, keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz bu kislorod hisoblanadi ekan. Kislorodni ikki xil allotropik shakl o'zgarishi mavjud. Bular birinchisi molekulyar kislorod, ya'ni O2 holida yozilar ekan, keyingisi ozon O3 holida yoziladi. Bularning ikkalasi ham demak oddiy modda hisoblanadi, hurmatli o'quvchilar. Hurmatli o'quvchilar, keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz selen hisoblanadi. Qaytaraman, keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz selen hisoblanadi. Selenning ikki xil allotropik shakl o'zgarishi mavjud. Bular qizil hamda metalsimon. Qaytaraman, keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz selen hisoblanadi. Selenning ikki xil allotropik shakl o'zgarishi mavjud. Bular qizil hamda metalsimon. Bularni ham umumiy holatda oddiy modda tarzida uchraydi deb olamiz. Hurmatli o'quvchilar, keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz tellur hisoblanadi. Qaytaraman.
Keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz tellur hisoblanadi. Tellurni ikki xil allotropik shakl o'zgarishi mavjud. Bular alfa tellur, mana nomlarigacha yozib ketganman belgilarni otanish bo'lsa. Alfa tellur hamda beta tellur ko'rinishida uchraydi. Qaytaraman. Keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz tellur hisoblanadi. Tellurni ikki xil allotropik shakl o'zgarishi mavjud. Bular alfa tellur hamda beta tellur ko'rinishida uchraydi. Bularni ikkalasini ham umumiy holatda oddiy modda deb hisoblaymiz. Hurmatli o'quvchilar, keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz fosfor hisoblanadi. Qaytaraman. Keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz fosfor hisoblanadi. Fosforni quyidagi 4 ta allotropik shakl o'zgarishi mavjud. Eski kitoblarda mana bu 3 tasini bergan, yangi qo'llanmalarda esa 4 ta qilib bergan. Yangi qo'llanmalarga asoslangan holda 4 ta allotropik shakl o'zgarishi mavjud deb hisoblaymiz. Ya'ni bularda birinchisi oq fosfor, ikkinchisi qizil fosfor, uchinchisi qora fosfor, to'rtinchisi binafsha fosfor. Qaytaraman. Keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz fosfor hisoblanadi. Fosforni quyidagi allotropik shakl o'zgarishlari mavjud. Birinchisi oq fosfor, keyingisi qizil fosfor, uchinchisi qora fosfor, to'rtinchisi binafsha fosfor. Bularni ham umumiy holatda oddiy modda tarzida uchraydi deb hisoblaymiz. Hurmatli o'quvchilar, keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementlarimiz, ya'ni bulardan birinchisi mishiyak. Mishiyakni quyidagi allotropik shakl o'zgarishlari mavjud. Birinchisi kulrang, qora hamda sariq. Qaytaraman. Mishiyakni quyidagi 3 ta allotropik shakl o'zgarishi mavjud. Kulrang, qora hamda sariq. Keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz bu kremniy. Kremniyni quyidagi allotropik shakl o'zgarishlari mavjud. Bular kristal hamda amorf. Qaytaraman. Keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz kremniy hisoblanadi. Kremniyni quyidagi 2 ta allotropik shakl o'zgarishi mavjud. Bular kristal hamda amorf. Bularni umumiy holatda barchalarini oddiy modda deb hisoblaymiz. Keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz bizda qalay hisoblanadi. Qalayni quyidagi allotropik shakl o'zgarishlari mavjud, hurmatli o'quvchilar. Bular oq hamda kulrang. Qaytaraman. Keyingi allotropik shakl o'zgarishiga ega bo'lgan elementimiz qalay. Qalayni quyidagi allotropik shakl o'zgarishlari mavjud. Oq hamda kulrang. Bularni ikkalasini umumiy holatda oddiy modda deb hisoblaymiz.